Operatsiyadan chiqamanmi, yo'qmi bilmadim. Klip syomkasida jarohatlangan Sabrina Jabborova o'z haqiqatlari bilan bo'lishdi. Sabrina Jabborova Instagramda o'tkazilgan jonli efirlarning birida avariya haqida, qanday sodir bo'lgani va undan keyingi vaziyatlar haqida ma'lumot berdi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir yangiliklar bilan tanishasiz. Men doim tushgacha uxlayman. Falokat sodir bo'lgan kun soat 10:30 da qo'ng'iroq qilib, klip syomkasiga taklif qilishdi. Bitta qiz syomkaga kelolmadi, o'rniga siz chiqib bering, deb iltimos qilishdi. Avvaliga rad javobini berdim, ammo iltimos qilaverganidan keyin mayli, lokatsiya tashlang, agar yaqin bo'lsa boraman dedim. Suratga olish ishlari Yangi O'zbekiston bog'i tomonda ekan, o'sha kuni yo'l kiraga ham pulim yo'q edi. Shu bois rad javobini berdim. Oybek ismli kasting direktori unda men sizni o'zim olib ketaman dedi. Yo'q, shart emas deb onamdan pul tashlab berishini so'radim. O'sha paytda onam Surxondaryoda edi. Taksi chaqirdim, ammo ancha vaqt eshik oldida qolib ketdim. Chunki uyning kalitlari negadir tushmadi va ancha payt qulflay olmadim. O'sha paytda ham bormaslik haqida o'yladim, ammo qayta qo'ng'iroq qilaverganidan keyin rad etolmadim. Yo'lda ketayotganimda qabristonga olib boruvchi mashinani ko'rdim. Nega yo'limdan bunday narsalar chiqyapti deb xayolimdan o'tkazdim. Syomka maydonchasiga yetib bordim, ammo ko'pchilik menga notanish edi. Faqatgina 3 ta tanish insonlar bor edi. Suratga olish ishlari boshlanishidan avval modellarni 2 guruhga ajratishdi. Har doim yevro va o'zbek qiyofalarini ajratishadi. Sababini bilmadim-u. Yevro qiyofadagilar oldinga, o'zbekona ko'rinishdagilar klipning orqa planiga o'tkaziladi. Ahad Qayum Sevinch Ma'rufovani mashina haydashni biladi degan ekan. U mashinani boshqarib meni Xorazmgacha olib borib kelgan deganini ham eshitgan. U qiz mashinani haydab kelishi, uning oldida massovka yurishi kerak edi. Aynan Gelikning oldida men, Viktoriya va Muhammad ismli yigit bor edi. Men chap tomonda edim. Mashina harakatlanishini aytishmadi. Men yurgan vaqtimda mashina ham harakatlandi. Va men endi qayrilaman degan vaqtimda balonni tagiga chirpirab ketdim. 2 marta balon ustimdan o'tdi. Tez yordam chaqiringlar dedim, baqirdim. Operator texnikalarini yig'ishtirib o'tirdi. Yonimga hech kim kelmadi. Muhammad o'rtog'im meni chekkaga olib o'tdi. Sevinch Ma'rufova yonimga kelib, "Voy kechirasiz, bosib yubordim", dedi xolos. Tez yordamga adashib boshqa manzilni berishibdi. Shu uchun u 1 soat deganda arang yetib keldi. Agar o'zlari mashinada kasalxonaga olib borishganida kam bunchalik ko'p qon ketmagan bo'lardi. Meni Chilonzordagi 16-sonli kasalxonaga olib ketishayotgandi. Qon ketyapti deganimdan keyin yaqinroqdagi shifoxonaga olib kirishdi. Tushdan keyin qon izlashga tushishgan, chunki men 3,5 litr qon ketgan. 2 kun jonlantirish bo'limida, 16 kun oddiy palatada davolandim. Jonlantirish bo'limida yotganimda ijodiy guruhdan hech kim kelgani yo'q, deydi Sabrina Jabborova. Kanalimizni kuzatib boring, yangiliklardan xabardor bo'ling.